Taniqli kino aktrisasi Ra'no Yarasheva haqida hozirgina shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Ra'no Yarasheva YouTube kanallarining biriga intervyu berdi. Unda aktrisa shaxsiy hayoti, ikkinchi turmushi va teatrdagi faoliyati davomida boshdan kechirgan qiyin kunlari haqida so'zlab berdi. Dunyo qarashlarimiz to'g'ri kelmadi. Haqiqiy muxlislarim hayotimni juda yaxshi bilishadi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahridanman. Hayotimda yashiradigan yoki xijolat bo'ladigan joyi yo'q. 18 yoshimgacha akalarim hamma narsani taqiqlab, hech narsaga ruxsat berishmagan. Keyin o'g'limning otasi meni yaxshi ko'rib qolgan. U kishi hamma narsaga ruxsat beraman, o'qitaman, Parijlarga olib boraman degan. 18 yoshli qizcha sifatida jurnalist bo'lishni, o'qishni va Parijga ketishni xohlaganim uchun unga turmushga chiqishga rozi bo'lganman. Biroq rashk tufayli turmush o'rtog'imdan juda ko'p kaltak yerdim. Tan olishim kerak, o'zimning ham tilim bo'lgandir. Hozir yoshim katta bo'lganda xatolarimni his qilyapman. Bundan 45 yillar avval er-xotinlar o'tirishlari bo'lardi. Aktyorlikka qiziqib, monologlar, she'rlar yozib o'qib yurgan kezlarim edi. O'zimni maqtash bo'lmasin-u, davraning guli bo'lardim. O'tirishlarda o'rtoqlari va ularning rafiqalari kelindan bitta she'r yoki xirgoyi eshitaylik deyishsa, ichimga sig'may, o'zimni ko'rsatish uchun she'r, monolog o'qirdim. Uyga qaytishda esa yo'l bo'yi kaltaklanib kelardim. Shuning uchun yana shunday bo'ladigan bo'lsa, keyingi o'tirishga bormayman derdim. Unday desam ham men bilan yurishdan or qilyapsanmi deb yana kaltaklardi. Kitob o'qisam kitoblarimni otib yuborardi. Hamma narsani faqat moddiyat va pul bilan o'lchaydigan odam bilan ma'naviyat, she'riyat, adabiyot hamda san'atga ishqiboz insonning dunyoqarashi to'g'ri kelmadi. 21 yoshimda rahmatli qaynotam 8 sotixli 4 xonali chiroyli hovli joylar qilib bergan. Uy to'ylari ham qilib bergandi. Ajrashdik. Dunyoqarashimiz turlicha bo'lgani uchun ikki tomonga ketdik. Aktrisa ikkinchi turmushi bilan ham ajrashganmidi. Ikkinchi oilam Madinaning otasi bilan Said Muxtorovning jamoasi bilan Bekobodga to'yga chiqqanimizda guruhimizni militsiya xodimlari ushlab olganida tanishganmiz. Hayotda moddiy qiyinchiligim bo'lmagan bo'lsa-da, qiziqish sabab to'ylarga borishim edi. Bu mening ikkinchi yoki uchinchi marta to'yga chiqishim edi xolos. Keyin hammamizni so'roq qilishdi. Meni ham bo'ylari baland, istarali, yaxshi bir kishi so'roq qildi. Xonada o'tirsam menga qarab, bir oilani boshqaradigan tuppa-tuzik qiz ekansan. Nima qilib yuribsan otarchi bo'lib dedi qo'pol ohangda. O'zimni oqlashga urinib, teatr institutida o'qishimni aytdim. U esa o'qishimga va uyimga xat jo'natishini aytib meni qo'rqitdi. Shunda Toshkentga o'qish uchun ming azobda kelganimni, ikki bolam bilan sarson bo'lib qiynalib, erim bilan ajrashib kelganimni aytdim. Shu tariqa u inson bilan tanishib, so'ng oila qurdik. Men to'ylarga chiqishni yig'ishtirdim. Ijodiy karyeramda davom etdim. Oradan yillar o'tib, 56 yoshida turmush o'rtog'im dunyodan o'tdi. O'shanda qizim Madina 18 yoshda edi. Ikkinchi turmushimning birinchi oilasidan uzr so'rayman. Xom sut emgan bandaman. Mening ham gunohlarim bordir. Chunki Madina Mumtozning dadasi bilan turmush qurganimizda ularning oilasida kelishmovchilik bo'layotgan edi. Turmush o'rtog'im bilan oilasi notinch paytda duch kelib qolganman. Qo'ylar so'yib osh berib, nikoh o'qitib menga uylangan, lekin o'sha paytda o'rtada bolalari bor edi. Keyinchalik u kishi oilasi bilan yarashdi, hayoti ham o'z o'rniga tushib ketdi. Bizda shunday vaziyat bo'ldi va keyinchalik ham shunday holatda yashadik. Farzandlari ham juda yaxshi, hammasi oliy ma'lumotli. Turmush o'rtog'im ham juda yaxshi inson edi. Ehtimol uning oilasi mening borligimni bilgach dili va og'rigandir. Ulardan uzr so'rayman. U ayoli hali ham hayot, umrlari uzoq bo'lsin, bolalariga bosh bo'lib yursin, yoshlik qilib qilgan xatoyimni kechirishsin. O'sha paytda musofir yurtda meni qo'llaydigan hech kimim yo'q edi. Men u insonga pul yoki uy-joy qilib berishi uchun turmushga chiqmaganman, chunki hamma narsam yetarli edi. Birinchi turmushimdan ajralganimda hovlining yarim pulini ham berishgandi. Meni qo'llab-quvvatlagani, tushungani uchun Bahriddin aka bilan hayotimiz bog'langan edi deydi Ra'no Yarasheva. Farida Afroz eng yaqin insonim.
Farida opani hammadan qizg'anardim. Har doim ularning diqqat e'tibori menda bo'lishini, ko'proq men bilan suhbatlashishini xohlardim. Hozir ancha ulg'ayib, hayotni tushunib qoldim. Farida opaning bir qanoti men bo'lsam, yana bir qanoti Zulayho Boyxonova. Farida Afroz qayerga, qaysi tadbirga borsa, demak Ra'no Yarasheva ham keladi deyishardi. Biz mana shunday kun-u tun hamroh bo'lganmiz. Oxirgi vaqtlarda o'zimiz nabiralar bilan bo'lib biroz uzoqlashdik. Do'stlarim orasida hatto opa-singillarimdan ham ko'p ko'rishadiganlarim O'zbekiston xalq artistlari Zuhra Ashurova, Muqaddas Xoliqova hamda Botir Muhammadjonovdir. Ularga suyanaman va ishonaman. Boshqa do'stlarim ham yo'q emas, lekin favqulodda vaziyatlar bo'lib qolganda ularga murojaat qila olaman. Avtohalokatga uchraganimdan so'ng filmlar ssenariysiga e'tibor beradigan bo'ldim. 2006-yilda yangi hovliga ko'chgan edik. Uyimizda sumalak qilinayotgan edi. Men o'sha kuni ham xizmatga ketayotganimda yo'lda avtohalokatga uchradim. Hushim joyida edi-yu, lekin oyoq-qo'llarim singandi. Bu hodisa yuz berishidan biroz avval Sevinch filmida rol ijro etgandim. Unda qahramonimni mashina urib ketadigan sahna bor edi. O'shanda yuzlarimni ko'kartirib grim qilishgandi. Oradan ko'p o'tmay hayotda ham kinodagi grimga o'xshash holatga tushdim. Meni birinchi bo'lib ko'rgani kelgan Muqaddas Xoliqova, Mahfuza, Zuhra va Saida opalar Sevinch filmidagi holatga tushib qolganimni aytishgandi. Bu voqeadan keyin menga kinolardan taklif tushsa majruh, nogironlik aravachasida o'tiradigan, og'ir kasal bo'ladigan yoki film yakunida vafot etgan qahramonlar rolini o'ynamaydigan bo'ldim, deydi aktrisa. Yaxshi rol ijro etgan roli uchun mutaxassis bo'lmagan insonni bag'rimga bosa olaman. Ba'zi odamlar san'at yo'nalishida o'qimasdan, mutaxassis bo'lmasdan rol o'ynaganlar g'ashimni keltiradi, deydi. Lekin men yaxshi ijro etgan roli uchun mutaxassis bo'lmagan insonni olqishlayman, bag'rimga bosa olaman. Yengilroq ashula aytgan hofizning ovozida shira, yuragida dardi bo'lsa qo'limdan kelgancha uni maqtab, to'g'ri yo'lga yo'naltira olaman. Hamma imkoniyat qadar harakat qilyapti deyman. Qo'limdan kelgancha foydali maslahatlar bera olaman. Hamma narsaning yaxshi tomonini ko'radigan ayolman. Ishdan haydalganimizdan xabarimiz bo'lmagan. Bilmayman nima uchun bir necha yillar avval teatrimizda shunday qarash bo'ldi. Men va Botir Muhammadjonovdan tashqari yana 16 kishi ishdan bo'shatildi. Ba'zilari sudlashib, so'ng yana ishga tiklandi. Ishdan bo'shatish haqidagi qaror eng oxirida men uchun chiqqan ekan. Bundan o'zimning xabarim bo'lmagan. Keyinchalik buni vazirlikdagilar bilib qolib bo'shatilganlarni joyiga qaytarishdi. Buning uchun Fotiha aka va ular bilan birga harakat qilgan insonlarga rahmat aytaman. Chunki u inson o'sha paytdagi rahbarning oldiga kirib, nima uchun bu aktrisani bitta buyruq bilan bo'shatib yuboryapsiz deb so'ragan. Vaholanki ishdan bo'shatishga hech qanday sabab yo'q edi. Ishga kechikmasdan, spektakllarni qoldirmasdan, bilmadim, balki rahbarga yoqmagandirmiz. 2014-yilda meni sindirishdi. 2014-yilda meni ruhan sindirishdi. Shundan keyin anchayin tushkunlikka tushib qoldim. O'sha paytda og'ir operatsiyani boshdan kechirgan edim. Juda katta jarrohlik amaliyoti bo'lgani uchun qaddimni tik ko'tara olmay qolgandim. Bu orada teatrda menga nisbatan turli mojarolar ham ketayotgandi. Menda bo'layotgan voqealar haqida ota-onamga ayta olmasdim. Ularni ayashim kerak derdim. Jigarlarim eshitsa xafa bo'lishi mumkin edi, biroq baribir muammomni hal qilib bera olishmasdi. Shunday bo'lgach ularga aytmadim. Bu orada onam vafot etib qoldi. Teatrda 300 ga yaqin kishi ishlasak maqtanmoqchi emasman, hammasi bilan munosabatim yaxshi edi. 2 yilliktasi meni yaxshi ko'rardi, hammadan mehr his qilardim. Barcha bilan opa-singil, aka-singildek edim, lekin onam dunyodan o'tganda o'sha paytdagi rahbar xodimlarga ta'ziyaga borishga ruxsat bermagan. U odam ishdan ketganidan keyin teatrda tozalikka mas'ul Mavjudaxon Ra'no, shunchalik qadrdonmiz, sarpolaringizni kiyib uyingizda qancha mehmon bo'lganmiz, lekin Fotihaga bora olmadim degandi. To'yingizga birov kelmay qolsa xafa bo'lmas ekansiz, lekin mana shunday og'ir kuningizda kelgan odamlar keyinchalik ham eng yaqiningizdek tuyularkan. Ham kasallik, ham onamning vafoti, ham boshqalardan yakkalanib qolganim sababli o'shanda ruhan sindim. Ikkiyuzlamachilik hayotda kerak bo'ladi. Insonga ikkiyuzlamachilik kerak. Bunga qaysi tomondan qarashingizga qarab javob berish mumkin. Misol uchun, men yuragim yig'lab turgan paytda ham dushmanlarimga kulib qarayman. Ularni bag'rimga bosaman va duo qilaman. Men bilan ko'rishib ortga o'girishlari bilan ismimni aytib yomonlashlarini, qarg'ishlarini ham bilaman. Hatto ba'zan bu haqida eshitib qolaman. Lekin hech qachon hech biriga eshitdim, siz bu shunday debsiz demaganman. Buni ular ham juda yaxshi biladi. Hammasini bilib bilmaslikka, eshitib eshitmaslikka olaman. Shu yo'l bilan eng avvalo o'zim nasrayman, deydi aktrisa Ra'no Yarasheva bergan intervyusida.